Abduvali Ayubning Tefekkür ve Tuzaq namlıq kitabidagi kichik tema Ona tilmi, dada tilmi. Muhaciratda davom qilayotgan ona til o'qitishiga nazar solganimizda, o'qituvchilarning asosan onalar va qizlardan tarkib topganligi diqqat tortadi. Ona tiliga bag'ishlangan faoliyatlardami onalar zallarni to'ldirdi. Manga bolalarga ona til o'rgatishda uchragan qiyinchiliklar, qo'llanadigan kitoblar va har qaysi yoshdagi bolalarga mos o'rgatish usullari haqidagi savollarmi onalardan keldi. Bu ahvol oldimizga ona til onalarning tiliga aylanib qoldimi degan tepishmoqni tashlaydi. Odatda onalarning bolalar bilan ko'proq birga bo'lishi, ular o'tirsida parang temasining ko'proq bo'lishi, munosabatning bakrak qo'yiq bo'lishi tabiiylik. Tadqiqotlardan qaraganda, qo'sh tillik oilalarda bolalar ona so'zlagan tilga varislik qilib, dada so'zlagan tilda anglab tushunish bosqichida turib qoldi ekan. Hatto bu vaqt tug'ilgandan keyin yig'isining ritmimi ona tilining ritmi bilan birdek bo'ldi ekan. Chunki to'ralma ona qo'rsiqida onasining ovozini tuydi ekan. Holbuki ona til tarbiyasining onalarga butunlay mansub bo'lib ketishi o'ylanishga tegishlik. Bolalar tilni onalardan eng yaxshi o'rganamdi. Ona bilan dadaning ona til o'rgatishda roli o'xshash bo'lamdi. Tadqiqotlar qaraganda, bolalarning til taraqqiyotida dadalarning roli onalarga qaraganda bakrak gavdalik bo'ldi ekan. Tadqiqotchilar 2 yoshdan 3 yoshgacha bolalarning til taraqqiyotida ona va dadaning rolini selishtirib, mush xulosaga kelgan. Deyilishicha, 6 oylikdan boshlab dadasi kitob o'qib bergan bola 3 yoshga kirganda onasi kitob o'qib bergan bolalardan yaxshiroq saviyaga ulashgan. Bundaq bolalar aloqada aktiv bo'lib, maktabga osonroq ko'ngan. Savodimi tez chiqqan. Bolalar odatda onalar bilan ko'proq birga bo'lg'achqa, onalar bolaga moslashtirib so'zlab, yangi so'zlarni ko'p ishlatmaydi ekan. Ular so'zlarning talaffuzini bolalarning talaffuziga yaqinlashtirib aytadi ekan. Shunga bolalar onalarning tilidan yangilik his qilmay, qiziqish tuvallaydi ekan. Dadalar buning aksicha bolalar bilan ko'p aralashmag'ach, ularning tushunmasligidan bexabar ba'zi yangi so'zlarni va jumlalarni ishlatib qo'ydi ekan. Bu bolalarga yangilik tuyulib, to'g'rab so'zlash orqali yangi so'z va jumlalarni o'zlashtirib oldi ekan. Onalar bolalar bilan paranglashganda ko'pincha "ha, yo'q" tipidagi savollarni ko'p so'raydi ekan. Bundaq savol parangni qisqartib, bolalarning ko'proq so'zlashiga fursat bermaydi ekan. Dadalar bolalarga kim, qandaq, qachon, nima, qayerda, nimishqa degan tipdagi savollarni ko'proq so'raydigan bo'lib, bularga bir ig'iz so'z bilan javob bergili bo'lmaydi ekan. Shunga dadasi bilan ko'proq birga bo'lgan, birga o'ynagan va dadasi kitob o'qib bergan bolalarning til iqtidori bu faoliyatlarda faqat onasi bilan birga bo'lgan bolalarga qaraganda kuchlik bo'ldi ekan. Onalar bolalar bilan ko'proq paranglashadi ekan. O'ynash to'g'ri kelganda tinch, takror, xatarsiz o'yinlarni o'ynaydi ekan. Dada bo'lsa bolaga turli qiziqarli o'yinlarni, xatarli ishlarni va jiddiy ritmdagi harakatlarni o'ynatadi ekan. O'yin jarayonida dada ko'proq harakatga oid abstrakt so'zlarni ishlatadi ekan. Bu jarayonda so'zlarning takrorligi oz, jumlalar o'zgarishchan bo'ldi ekan. Bu holda bolalar tilni harakatga bog'lab, osonla o'zlashtirib mangadi ekan. Dadalar kitob o'qiganda, onalarga qaraganda bakrak harakat va hissiyot qo'shib, hikoyalarga jon kirgizadi ekan. Ular odatda kitobdagi bor voqea yoki hikoyani beytishga mahir bo'ldi ekan. Ba'zida kitobdagi rasm qarab, farqli hikoyalarni to'qib chiqadi ekan. Bu bolalarni hikoyaga bakrak qiziqtirib,
o'zlashtirishni qolaylaştırdı ekan. Şuna odatda balalar dadısının kitob o'qib berishni bekrak yoqtirib qoladi ekan. Kitob o'qish jarayonida yaratilgan mundaq jonliq muhit balalarning tilini beyitidi ekan. Xulosa qilsak, bu yozmada foydalanilgan ilmiy Amerikaliklar jurnalining 2014-yillik va Amaliy taraqqiyot psixologiyasi jurnalining 2006-yillik sonlaridagi tadqiqotlardan qaraganda, ona til tarbiyasida dadaning roli bekrak muhim, unumlik va gavdalik deyishga bo'ldi ekan. Shunga ona til o'rgatishni yolg'iz onlarga tashlab qo'ysa, ko'zlagan nishonga to'liq va tez yetkili bo'lmaydi. Kuzatishlar qaraganda Uyg'urlar erlik jasorat va ayollik nazokatga astoydil va farqli muomala qiladigan millat. Agar muhojiratda Uyg'ur o'g'illari ona tilini onlardanla o'rgansa, ularning ayollikqa mos Uyg'urchasi jamoatda olqishlanmay qolishi mumkin. Chunki Uyg'ur tilida erlar va ayollar xos so'zlar, imliqlar va undashlar farqli bo'lib, o'g'illar ona tilini onlardanla o'rgansa, bu farqlarni o'zlashtirolmay yoki xato o'zlashtirib, so'rinda kulki qilishi. Shuning bilan boshqalarning oldida Uyg'urcha so'zlashdan voz kechishi mumkin. Oila ona til orqali singadigan Uyg'urlikning bo'shiki. Oila balalarga ona til orqali hayotda Uyg'ur xos erlik va ayollik rolini qandoq elishni o'rgatadi. Balalar onalardan mehr, sabr, adab va noziklikni o'rganib qolmay, dadalardan yumorliq xarakter, tavakkulchi ruh, qaytmas iroda, chidamchan odatni o'zlashtirish kerak. Uyg'ur onalardagi ayollik fazilat va dadalardagi erlik xislatni oilada ona tilga yo'g'irib, balalarga teng so'ndirish uchun ota-ona ona til o'rgatishda o'rtaq tirishsa muvofiq bo'ladi, albatta.